Sonrasında bu kitabni o'qiyapman va buyurdimmi? Nima deyapti menga bu? To'xtang bu ochilishuvchi kuchlanishmi deb hisoblaysizmi? Yo'q, adashasiz. Sen просто aslahalamak va qiliching tufayli kuchli deb o'zing o'ylaysan va hozir seni aslaha va qilichingni yo'q qilaman va davlatingga hujum qilaman. Hozir menga nima bo'ldi? Bu davlatimga hujum qilishi nazarda nimani nazarda tutgandi bu? Xo'sh, u nima uchmayapti bu yaxshi? Mayli, qatyapti. Nima nazarda tutdi? Qani, bo'ldi. Bu zombilar, bu kachoq zombi ham bor ekan. Bilan o'ldiman. Men shu kuchli bo'lyaptim. Nima bo'ldi meni aslahalarim men o'zimdan deb o'ylab qilichman boshqa o'zgarib qolibdi. Mayli, uni o'ldiraman. Aslahalarim esiz o'zgargan yomon bo'ldi. Steykman ishlamagan qo'yibdi. Kamon uchmayapti suvda. Yo'q. Yomon zombi judayam kachoq. Bilaman qanchalik kuchliligini, menga aslahalarim kerak. Va men effektlarim ham. Voy, jonim bo'lmayapti. Sekingina qochish kerak. Bunda faqat tevadan ishlaydi. Tepaga chiqalim. Qoch. Totem ishlab ketdi. Qoch. What the fuck? Mayli, mana shunday qilib o'ldirganim yaxshi buni. Judayam kuchli kachoq zombi. Bunaqa zombilarni yaratmay o'lsin emas. Bo'ldi, buni yengmasam bo'lmaydi. Judayam kuchli kachoq zombi. Osmonda otib yemasam, meni o'ldirish oson bo'ladi. Asoqlarimni kuch siqib qo'yibdi emas. Qilichim ham oldinga kuchli emas. Boshqa qilichga o'zgaribdi. Emas. Shuncha zombi-ya. Yaxshi, men devor bilan olib chiqaman bu yoqda. Bu judayam kuchli zombi, joni judayam ko'p. Qilich bilan besammikan? Onayni. Bo'ldi. To'xta endi plos. Sen joning to'xtasin. O'l tezroq. Yana turadi. Bo'ldi. Yaxshi. Voy, keyingisiga olg'a. Men bularni hozir ketma-ketiga yo'q qilaman. U yangi kamonchi ham qo'shilibdimi? Men unaqa yangi kamonchini ko'rmagandim, lekin judayam sekin kamonchi ekan. Menga o'xshab harakat qilmaydi. Albatta endi yangi qo'shilgan endi. Belki sozlashga biroz qiyin qatishni. Baytishga men qatmayman. Shunaqa qat qoldim. Mayli, ovqat yeyishga yana qatyapti telefonim. Anasini yemsin. Mayli. Meniki ham yangilash kerak o'zi menikini ham. Nima qaka? Shuncha ko'p zombini qaylab bitta unaqani olaman deb shunchasi. Pam. Kaminga bu qilishda cooldown'i bor ekan. Tepadagi ko'lman pastga tushib o'ldirmayapti. Nima bo'libdi? Namuncha ko'p telefonim bunga chidaydimi hozir? What the fuck is it? Mayli, oblachi tezroq buni yo'qlash kerak. Aytganda sen davlatingga hujum qilaman ekanda. O'zi ham hujum qilarmikin? Bilmadim. Bu yerda Gox otasiga o'xshayotgan. Yaxshi, Gox otasiga kuchim yetadimikan? Menga viza diskretlarni otdi, judayam kuchli. Agar o'zim shuncha kuchli bo'lsa-chi? Bilmadim, lekin Gox o'zi kuchli bo'lsa, otasi undan kuchli bo'lishi mumkin yoki latta bo'lishi ham mumkin. Lekin bilmadim. Bo'ladi buncha yo'q qilib olaychi. Xo'sh, senam yaxshi. Bular quyoshda kuymagan xildonda. Telefonim qattiq bo'ldi, yaxshi. Qilichi lekin yaxshi ekan. Uni bitta udari endi katta zombi. U baby zombi. Wow, oltin azar kiygan, juda ham kamyob bu. Yaxshi. Bitta meni yozmaysiz. Yaxshi ko'ramadi. Mayli endi. Xo'sh. Bo'ladi, otib o'ldirish kerak.
Balışıkın bir hafta men oldum idi. Hoş göğüs hizmetkarlar ve pullar kenabat. Sen sıkıntı olunca meni kolam götürsem Ötüston kolamımga mana bugun sizlar kuyasanlar. Bu meni papa havatim. Men papa kombat qilishni bilaman bachkanam. Bu faqat o'yinchilar sizlarda ishlamaydi. Ushbu ko'limim orqasida yurarkanlar oldinmasdi yurarkanda butga o'xshab. Sizlar sinamating. O yaxshi. Yaxshi. Judayam yaxshi. Bitta zo'm yog'ib ketibdi. Ikkitacha yotib qoldi endi. Teshilmagan. O bitta ko'limim bor ekan. Ko'lim menchalik kerak emas. Mana menga kerak. O yaxshi. Yaxshi. Undan ham yaxshi. Xo'sh. Bu yerda judayam ko'p ekan. Oy. Yo'q, qanaqa qilichim. Men bu qilichim judayam kuchli ekan. Afsus bu yerda bosslar yo'q ekan. Bu yerda otaqanaqasi bo'lgan sabimi qilichimi. Lekin desam yaxshi edimi? Mayli, muhim desam bo'ldi bo'ladi. U yerda kamonda keyinroqqa qo'shib jon tugab qolsa menga kelaman. Yaxshi poved eshittirib desam yaxshi bo'lardi kamonimni. Bitta zo'm bilan to'ldiradi. Xudo shart 5ga o'xshab. Yaxshi, bittasini o'g'rimchiga tog'ani tuzog'iga tushibdi ular. Bitta o'g'rimchi bor, domlachilar shu o'g'rimchi bilan men urushganim o'zimcha. Cho'chqa o'g'rimchi edi. Shunaqa qilib o'scha men o'tirib o'p tashlagandan keyin bitta pachani chiqarib olgandim. Qilichim judayam kuchli edi. Lekin bu tuzoqqa men emas, endi boshqalar ilingan bo'pti. Pullar ko'p pullar. Ko'p. Men bularni yengish kuchim yetmaydi. Nayza ham bitta plakat ekan. Vatta men kuchim yetmaydi bularga. Yaxshi kelinglar. Telefon qotib ketyapti. Men mana bu do'stimni chaqiraman. Spawn mutant sinov golem. Bular bilan aniq albatta yenga olaman men. Mana bachkalam. Unaqamga tegishma ko'lamimga. Ko'lamga tegma. Menga tegsan tegish, ko'lamga tegma. Bu meni oldingi do'stim ham shu ahvolda. Rahmat. Buni it menga yordam beryapti. Ko'lim, sen menga keraksan, joning. Qancha qo'riq qatnashsa sen menga keraksan. Rahmat, muskillat o'ldiryaptimi mutant it. Rahmat senga mutant it. Sen o'radimi? Menga kelganda seni ham o'ldirishim mumkin. Bilay, buni ham joni ancha vaqtadi. Mana kichkinalarga o'ldiribdi. Xalaqit emas. Endi ikkalamiz qoldik. O'ldirdim, yaxshi. Nima qolib ketibdi-yu? Yana bu yerda ham qolib ketibdi. Bular judayam kuchli o'zi. Oppa. Bitta o'ldirdi mana shunaqa katta mutantlarni ham. Unga qarshi infeksiya yaratilganda vashi qilichim, lekin bu qilich emas. Bu qilich ham yaxshi ekan, lekin avvalgisi ketolmaydi. Qochishni qo'yinglar. Hammasiga moshlab aybdor. Yana yegin kelyaptimi? Mana bachka. Oppa, mana yegin kelyapti. Mana qilichim mayyi. Yaxshi. Yo'qotyapsan. Qanunda olg'ib yo'qqayam. Ana yaxshi golem. Bu yerda judayam ko'p ekan. Bam. O'tashayman. Yana sen bilan uchrashganimdan xursandman. Yana sen men bilansan. Va men sen bilan birga pul qilaman. Oldidagi sandiqda aslahalar bor. Sen bilan urushga hayotimni tayyorman. Va rostdan meni aslaham tutanamam ekan. Yaxshi, meni qilichim. Onun uchun beradi ya. Yaxshi, totemlar kerak menga. Himoya.
yaxshi xizmat qilsak. Lekin bitta hamma shu yerda bor ekan. Yaxshi bu narsalardan yaxshiroq. Men endi qattiq demayman. Maslahan. Mening jonim to'ldi. Men jang qilishga tayyorman. Qaylobchilik qilishimni, ko'rishni. Mana bunday qilishlar qancha katta qilichim bor. Men buni yig'ish uchun ancha vaqt ketgan menga. Lekin mana bu hammasini yo'q qilmoqchi. Men shu paytdan Minecraft o'ynab o'lmaganman va bundan keyin ham o'lmayman. Men shunchalik yaxshi o'yinchi deb o'ylaganmidinglar? Yo'q, men ham yomonligimni bilaman. Va bugun bo'lishga seni o'layotgan kuning. Va haya nima? Senga qudib yashashni xohlaganmiding? Shu paytda qafasga qashab meni o'ldirmoqchimiding? Mana bugun sen o'ladigan kuning. Ha. O'zcha meni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ahvol shu bo'ladi. Ha, battar bo'l. Seni endi nima qoldi? Shunchaki bitta posso'glaring. Mana shunaqa seni ustingga qilaman. Mana buni ko'rkist otasimidi, boshqasimidi xulosashni o'ldirdik. Hozir kanalga like, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Chunki menga juda ham qiziq. Chunki men Minecraftni shuncha paytdan beri o'ynab ko'p omadchilik qilmagan. Va shu ko'rkist otasidan ikkita qilich, bitta pishgan ko'mir va gul qoldi. Videoga like bosinglar. Chunki menga juda ham